anam. Ba'zida meningdan ota-onang boymi deb so'rashidi birovlar. Javob beraman. Ota-onam bor deb. Tutmas tugumas doston yezib chiqmoqchi bo'laman. Ammo ularni madhiylamakka so'z aytolmasdan tilim gal. Aqlim lal, qalamim ojiz kelib, dilim vayron. Nemish uchun o'zimmi hayron. O'ylab baqsam shuncha yillardan beri qadrlik ota-onamning men uchun ko'targan talay turmush tashlarining, menga singdirgan ajrlarining yuraklarim sezib, ko'zlarim ko'rib tursimi, doimla xiyoliy dunyorimda g'oyibona sirdishib, tashakkur rahmatlarni aytib, qalbimda cheksiz minnatdor bo'ptiman yu. Biroq etim bu yillarga esilib turib, o'z ig'zim bilan "Dada, ana, rahmat sizlarga. Meni deb ko'p jafo chekdinglar" deb baqmabdiman. Go'daklikda hech nimani bilmasdan, osiy qadamlarimni atalmish muhabbatning tikanlik bosgan hijron ko'chasiga tashlaganimda. Bevafo jonon ahli hoshimni so'z bilan ilib, yolg'on va'da qasamlarini yomg'irdak yog'dirganida. Kaynidan qalbimga zulm selib, qaytilab g'ururimni payxon qilganida. Qurib qaqshal bo'lgan janda yuragim alamdan etishganida. Tog' kabi ishongan do'st yaralarim yuzsiz bo'lib chiqqanida. Urug' tuqqanlarim o'zlasam o'gay ko'rib, ko'ngil sirimni dushmanlarim oldida sazoyi qilganida. Beshimni silg'an qiyofatga kirib elib chechimni yulg'anida, g'emimni yegan qiyofatga kirib elib orqamdan pichoq urganida. Echinishli qismatlarimga, kakridimmi ochiq hasratlarimga shotlanganida, jimiki olam mening bu tartquliqimga chavak chalganida. Meni ota-onam kabi minnatsiz so'yadigan hech bir insonning texi bu dunyoga obridi bo'lmaganligini haqiqiy tushunib yetdim. Jenim dada, jenim ona, sizlarni nurg'un qitim qaqshatgan meningdek vafosiz qizinglarni kechiringlar. Men o'zimning farzandlar ichidagi eng yaxshisi emasligimni hammadan yaxshi bilaman. Lekin sizlar men uchun ota-onalar ichidagi eng yaxshisi. Eng oxirida sizlarga hech qachon deb baxmagan bir gapni demoqchiman. Qadrli dada, mehribon ona, sizlarni so'yaman. Sizlarni bakli so'yaman. Bakmi so'yaman.